Mana bu g'o'ra deyiladi. Sekin-sekin qizaradi, qizaradi va oxirida pishadi. Mana buni otini sabr deydi. Sabr qilsang g'o'radan halvo pishar degan gap bor. Mana bu g'o'ra. Sabr qilsa pishadi, quyosh nuri tegsa. Hammasi bu Allohdan. Alloh buni ko'rib turibdi. Sabr qilganlarga barakasi bilan beradi. Shunaqa, bu dunyo shunday mana. Ko'rib ko'ringlar buni. Mana. Bug'doyni egadi masalan. Va bug'doy ko'karib chiqadi. Qishda sovuqda sabr qiladi, hayotga harakatlanadi va sekin-sekin suv ichadi. Qarabsanki, mana pisha deb qoldi. Mana sarg'aya boshladi. Yaqinda bug'doy pishadi. Demak, pishgandan keyin Alloh o'rilib, somoni molga Allah insonlarga bo'ladi. Agar sen Allah'ın o'zini kepak bilan yesang, umring uzoq bo'ladi. Agar sen kepaksiz yesang, semirasan. Mana pishganini ko'rdinglarmi? Mana pishadi shunday. Shunday. Qizil bo'lib pishadi mana shunday. Sabr qilsang, hamma narsa shunda sabrga bog'liq. Alloh seni kuzatib turadi. Qani shuni sabr bormi yo'qmi deb. Shunaqa dunyo. Sabr qilmay mashinani tez haydasang ham avariya bo'lasan. Ikkinchi sabr qilmaydigan mana to'qnashasan. Ikki tarafdan kelib turib. Sabr qilsang hamma narsaga sekin-sekin deyiladi hamma narsa. Bizlarni qanaqa shunaqa, buni bilgan biladi. Bilmagan seni ahmoq qiladi. Men shu gamga ham ahmoq qilish mumkin. Ey bu deb turib. Yo'q, buni hamma narsani bekadan-beka yozayotganim yo'q. Balkim Alloh men shu narsani yoz deb menga aytgandir. Shuning uchun yozayotgandirman. To'g'rimi? To'g'ri.